Do'stlar, hammani tabriklayman va nihoyat biz dunyoda birinchilikni qo'lga kiritdik. Nima bo'yicha deysizmi? Ovqatlanishda moldan o'tish bo'yicha dunyoda birinchilikni qo'lga kiritdik. Ba'zi vatandoshlarimizning molday ovqatlanishni ko'rgan xorijliklar shunday fikr bildiribdi. O'zbeklar cho'chqa go'shtini yemas ekan, lekin cho'chqa kabi yer ekan. Ha azizlar, biz dunyoni aqlimiz bilan lol qoldira olmaymiz, lekin qornimiz bilan lol qoldira olamiz. Hattoki mana shunaqa molday ovqatlanib oila boqayotganlar ham yo'q emas. Afsuski, boshqa davlatlar butun dunyoga aqliy salohiyatini eksport qilayotgan bir paytda biznikilar karnay-surnay qilib mardikorlarni eksport qilyapti. Shu o'rinda bir iqtibos. Kimning dardi qorniga kiradigan narsada bo'lsa, uning qadri ham qornidan chiqadigan narsaga tengdir.